Logotipi Tesla haydaydigan ko'pchilik biladi. Hop, Sanjar akam bilan Javor akam yangi magazin joy ochishibdi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Vitrinalarda tayyor qilishib, bu yerda mana Tesla Model S, detskiy mashinasi. Bu yerda полный fara Tesla Model S, Model X, xullas xudo xolasa hamma mashinaga, hamma Tesla va hamma modeliga zapchastdan tortib hamma aksessuarigacha topiladi. Bularda bitta narsasi, eng asosiy narsasi, bu yerda hamma narsa original sifatiga javob beriladi. Hech qanaqa muammo qilmaydi. To'g'ri, narx-navo ozgina qimmat bo'lishi mumkin. Boshqa joylariga qaraganda nisbatan solishtirganda 5-10 dollar farq qilishi mumkin. No, bilasizlar, original narsa arzon bo'lmaydi. Mana aksessuarlardan tortib kiyimlarigacha deysizmi, termizdan tortib kepka, xullas hammasi bor bu yerda. Aksessuarlar, TPMSlar, kalit chexollar, kalitni o'zi kalitlar kulishlarigacha bor bu yerda. Mana airbaglari hammasi yangi, original bo'ladi bu yerda. Narsa, to'xta narsa bilan aldanmaydi bu yerda, sifatiga javob beriladi. Qolgan arzon joylarga uchmanglar, chunki nimaga? Uni qo'yganingdan keyin, misol uchun hadovay sistemani oladigan bo'lsa, yana 2000 yurmasa, yana shu muammo chiqishni boshlaydi. Bu yerda hamma narsa garantiyali hisoblanadi. Bu yerda sklad, endi bu yerda ko'rsatmay qo'yamiz. Eng asosiysi, xullas, bu yerda vitrinada zapchast kam bo'lgan, lekin sklad to'la turibdi. Hamma narsa topiladi. Hadovaydan tortib kuzovnogacha. Hammasi bor. Bular bilan biz hamkorlikda ishlaymiz. Bizda yo'q narsa bularda bo'ladi, bularda yo'q narsa bizda bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Hamkorlikda ishlanadi. Xudo xolasa, xizmatlar bo'yicha bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Hamma ishlar 150% hal bo'ladi Tesla bo'yicha. Bemalol Tesla House'ga или Tesla Shop uzuliga murojaat qila olasizlar.